Ha, Xudo xohlasa bu obyektimiz ham yakuniga yetib qoldi. Bitta kollektorlari yo'q. Kollektorni hovliga qo'yib qo'yish mumkin, chunki u отдельный tema. Tamam, qo'lni amalda kutib oldik. Xudo xohlasa bu ko'rinishda radiatorlarda qanday chiroyli qilib qo'ydik. Xudo xohlasa bitta radiator samoxod, ko'pli pol nasosni uklonda kelyapti, обраткasi ham chiroyli bo'lgan. Bu kollektor qo'yilganda gradusniklar bilan Xudo xohlasa trexodoylari qo'yiladi. Xudo xohlasa oxirgi yetganimizda bularni yana bir obzor qilamiz. Mana shu holatda hozir shlanglarimiz maksimal darajada 4-5 metr farq bilan joylashdi bu yerga. Juda chiroyli. Расходомерный kollektor bo'lmasa ham o'zi juda go'zal ishlaydi. Sog' bo'lsinlar.